25 noyabr 2025 yil soat 18:10 da Mening yurtim kanalida mashhur Qodirxon Togri yo'l serialining 10 mavsum, 47 qismi namoyish etiladi. Ushbu qism ayniqsa esda qolarli bo'lishi kutilmoqda, chunki voqealar nihoyatda dinamik tarzda rivojlanadi va tomoshabinni to'liq hikoyaga tortadi. Har safar Qodirxon Togri yo'lni tomosha qilganimda detallar va aktyorlarning mahoratiga qoyil qolaman. Ssenariy mualliflari har doim yangicha burilishlar bilan hayratga soladi, qahramonlar kutilmagan tomonlari bilan ochiladi, bu esa serialni yanada jonli va qiziqarli qiladi. Ushbu qism ham bundan mustasno emas, intriga, hissiy lahzalar va aktyorlarning sifatli ijrosi tomosha qilishni haqiqiy zavqga aylantiradi. Boy mazmuniga qaramay, serial o'z chuqurligi va atmosferasini saqlab qoladi, har bir qism alohida san'at asari kabi taassurot qoldiradi. Tafakkurli hikoyalarni va yorqin xarakterlarni qadrlaydiganlarga ushbu qismni o'tkazib yubormaslikni tavsiya qilaman.